Hey obunachilar, sizlar bilan Endi Ro'zi bu. Bugun biza noodatiy vijivaniya qilamiz. Ya'ni chanklar o'zgarib boradi, biz esa davom etamiz. Aniqrog'i biz vijivaniya qilamiz. Maqsad esa Netherite blokni ko'rish. Hozircha yo'q. O'yin ozgina anaqa qotishi mumkin, shuning uchun uzr. Bir vaqt o'zida ikkitadan narsa paydo bo'ldi. Ikkita temir. Bizga ozgina daraxt kerak. Lekin bu yoq nimaga o'zgarayotgani sababini bilmayman. Mana pushti daraxt bor ekan. Hozir daraxt chopamiz. Xo'sh, короче, menimcha yaqinda shu katta videolar chiqarishni to'xtataman shekilli. Chunki katta videolar hech kim ko'rmayapti. Ya'ni 10 minutlik videolarni hamma faqat shorts videolarimga like bosyapti, umuman ko'rmayapti. Mana bu chatdan nimadir keldi. Shu yerdan to'g'rilayman desam chiqaryapti. Shu 5 sekund ozgina sabr qilib turinglar, shuni to'g'rilayman. Bu beyda emasmidi? Ha, meniki. Xo'sh. Bitta verstak. Ko'p. Bitta topor olamiz. Kirka, qilich. Bu videodan maqsad Ender Dragon yengish emas, shuning uchun shu instrumentlar o'zi yetadi bizga. Agar bu videoda ulgurmasam bilmadim. Hozir nima bo'lganiga ahamiyat bermaysizlar. Qoch, o'lamiz hozir. Shu tashi boyatdan mana shu nagruska bo'lmayapti. Yo, nagruska bo'lgani o'zi shumikin. Bunga tosh kerak. Kerak tosh boribdi. O'zi bu zona misga aylanib o'tdi, lekin aylana olmayapti. Bizga tosh kerak. Vay. Bormasimiz o'zgarib qolyapti-ku. O'yin qotdi. Ana tosh. Mana temir blok. Night vision bekor qo'shibman. Hozir 5 minutda qaytaman. Sizlarga bu bilinmaydi, hammaga xayr. Xayr emas, hozir qaytaman. Xo'sh, men qaytdim va modni o'chirib qo'ydim.
Endi yaxshiroq. Endi bloklarni vaqt olyapmiz. Yani qaysi modda sizlarni boya daraxtni turbicha qilib qo'ygandim. O'sha modda o'chirib qo'ydim. Night vision o'ylab qo'ysan sizlar uchun kerak ekan. Tiniqroq ko'rishlaring uchun. Biz bitta kirka solamiz. Buni ko'ylasa bo'ladimi? Ko'ylasa bo'lar ekan. Hozir o'zi temir set qilib olishim mumkin. Nimagadir temir kelganda qo'tyapti. Aytgancha o'zi temirlik ketganlar nazorat ko'ylasa bo'ladimi? Esimdan chiqibdi. Temir ketganlar o'zi nazorat ko'ylasa bo'ladimi? Oltmish to'rtta temir va 26 ta. Bizga xotirjam etadi. Xo'sh, biz instrumentlar uchun cho'plar solamiz. Mana ularni tashlab beramiz. Bitta girga, bitta topor, bitta qilich. Mayli bitta labatga. Keyin esa brani. Endi tezroq bo'ladi. Biz 3 sekundda full temir set bo'ldik qurollar bilan. Mana shu bloklardan ozginasi maydalab olaylik. Chunki bu ozgina blok tejash kerak, ya'ni ko'lash istayman. Davom etamiz endi. Obsidian nezerga borishimiz mumkin, lekin bizning niyatimiz nezer emas. Endi hozirroq suravergan bo'ladi-ku. Yog'och. Eng yoqmaydigan biom. Nimaga o'zgardi? Yaxshi. Oyun qotdi. Teparoqqa chiqamiz. Mayli endi nagruzga bo'lyapti. Xo'sh, yana bitta modda o'chirmasam bo'lmaydi shekilli. Xo'sh, men qaytdim va bu yerda olmos bor ekan. Bizga esa nazorat kerak. Juda oddiy narsalar chiqyapti.
Bu yog'i bonni hazır bo'lib ketyapti. Va telefon yorug' rejim bo'lib ketyapti. Zo'rg'a deyapti. Va chiqarib yuborsam kerak. Shuncha narsa chiqdi, lekin nazorat chiqmadi. Olmos deganimda allaqachon topgan bo'lardim. Topdim ham. Nimaga bey o'zgardi? Bizda samonli blogan paydo bo'lgani yo'q, ovqat uchun. Faqat oddiy narsalar chiqyapti. Xo'sh. Bugungi video shu yerda yakunlanadi. Keyingi qism uchun kommentariyaga nima yo'qsa yozavering. Agar kerak bo'lsa chiqaraman, bo'lmasa umuman chiqarmayman. Hech bo'lmasa bir kishi kommentariy yozish kerak bitta videoga, bo'lmasa umuman ikkinchi qism chiqmaydi. Shuning uchun hammaga xayr.